Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram jamoatul muslimin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd, bugun muborak juma kuni Alloh subhanahu va taolo barchamizni mana shunday o'zining uyiga bardavom kelishimizni muvaffaq qilgin Xudovondo. Xudovondo mehribon xonadonlarimizga fayz va barakot, hamma tan jonlari salomat qilgin Xudovondo. Bemorlarga shifoi komil ojil bergin Xudovondo. Xudovand safardagilarning bor safarlarini bexatar qilgin. Xudovand Alloh o'zi yoshlarimizni, farzand zurriyotlarimizni o'zi adashtirmasin qalblarini Parvardigoro. Hammamizni huzuringa borgandan yuzimizni yorug' qilgin Xudovondo. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azobil oxirah. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Azizlar, bugungi suhbatimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jannatdagi hamrohlari degan mavzu ekan. Naqadar ulug', naqadar baxt kimiki Alloh nasib etsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birga bo'lsa jannatda, Alloh hammamizni shunday kunlarga yetkirish nasib qilgin Parvardigoro. Muhtaram jamoat, bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo jannatni bu dunyoda qilingan ezgu va solih amallar uchun boqiy mukofot va cheksiz rohat makon etib yaratdi. Jannat yaralgan mana shu bugun. Uni hech kim ko'rmaydi, oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, lekin jannat yaralgan. Jannatni Alloh taolo qiyomatdan keyin ko'zi ko'rnini qiladiki, o'sha yerda ko'p aytilgan ahli jannat jannati bo'lib va kimiki Alloh agar nasib etgan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birga bo'lar ekan. Mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishning eng ulug' martaba deb bilsak, albatta shunday. Jannatda o'z zotga yaqin va qo'shni bo'lishiga sabab bo'luvchi bir qancha amallar bor ekan. Albatta solih amallar bor albatta. Birinchisidan boshlaymiz. Alloh va uning rasuliga itoat qilish. Xudovand aytadi billah: "Man yuti'illaha va rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Kimki Allohga va rasuliga itoat etsa, ana o'shalar Alloh o'zlariga in'om bergan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga bo'lurlar. Ular eng yaxshi hamrohdirlar debdilar. Niso surasi ekan. Albatta bu ulug' bir baxt. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lish, u kishi bilan ham suhbat bo'lish, u kishi bilan birga yurish, bu Xudoy taolo hammani nasib qilgan shunaqa ulug' kunlarni Parvardigor. Alloh taolo uning rasuliga itoat qilish faqat ayrim ibodatlar bilan cheklanib qolmaydigan, balki inson hayotining barcha jabhalarini qamrab olganiga tushunish kerak. Itoat ya'ni Allohning halol, harom chegaralariga rioya qilish, rizqni halol yo'l bilan topish va ahli oilamizga ham halol luqma yedirishdan boshlanadi. Qarang, ibodatdan oldin shu boshlanadi. Halol rizq topib, halol rizq yedirish ahli oilamizga. Chunki ibodat qilish 12 dan keyin farz bo'ladi o'g'il bolalar, qizlarga 19 dan yoshda farz bo'ladi. O'shangacha inson rizqini topish yo'lini bilish kerak. Halol yo'ldan izlab rizq topish kerak o'shangacha. Keyin ibodatlarimizga Alloh o'zi yaxshi nazar bilan qaraydi, Alloh qabul qilar ekan. Harom xarishni yeb, birovga berib, bola-chaqaga berib ibodat qilishdan Alloh asrasin. Men namozxonman, men anaqa zo'r odamman, ibodatliman deb harom topsa u bo'lmay befoyda topgan pulim moli. Haromdan bu Alloh asrasin, unaqa pul moldan. Chunki halol rizq qalbni poklaydi.
duolarni qabul bo'lishiga vosita bo'ladi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, Alloh pokdir. Faqat pok narsalarga narsalarni qabul qiladi. Alloh o'zi pokiza, pok. Pokni qabul qilar ekan bandalaridan. Notoza narsani emas, birodarlar. Ikkinchi, Alloh va Rasuliga muhabbat qilish. Ikkinchi amaliki daraja berna daraja. Bu o'tin shine bu daraf shine ishtir. Hammani kinolarlarda. Ikkinchi, Alloh va Rasuliga muhabbat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda birga bo'lishning navbatdagi buyuk sabablaridan biri Alloh va uning rasuliga bo'lgan chin muhabbatdir. Alloh va rasuliga itoat qilish, ularning buyruq va qaytariqlarini amalga bajarish bo'lsa, muhabbat qilish esa qalbdagi holat bo'lib Allohni va rasulini hamma narsadan ustun ko'rish. Ishlasizlarmi? Ibodat bardavom bo'lishi, aytib o'tdik hozir ibodatlarimiz Xudo itoat qilish Alloh va rasuliga, u endi o'z yo'liga. Ikkinchisi nima ekan? Muhabbat Alloh va rasuliga. Bu qalbda bo'lar ekan. Qalbda bo'lar ekan. Demak, qalbimizga Xudo va rasulni hammadan ulug' ko'rishimiz kerak ekan. Bolalarimizdan, ota-onamizdan, hamma ahli oilamizdan, barchadan u ikki zotni baland ko'rish ekan. Muhabbat, birodarlar. Shunda inson erishar ekan shu ulug' martabalarga. Demak, itoat tashqi amal, muhabbat va esa ichki e'tiqod tuyg'usi debdilar. Inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatini qalbida shakllantirishi uchun avvalo u zotning muborak hayotlarini, siratlarini o'rganishi, u zotni yaqindan tanishi lozim. Biz qanday qilib u kishiga itoat qilib va muhabbat qilamiz? Birinchi, u kishini hayotlarini bilishimiz kerak. Qanaqa inson edilar? Hayot tarixlariga juda ko'p yaxshi yozilib ketgan u kishining siratlari, muborak amallari, holatlarini avval bilishimiz kerak. O'shanda har bir inson o'zi Rasululloh mana shuni qilar edilar-ku, shuni der edilar-ku deb keyin amal qilsa, shunga bo'ladi, birodarlar. Havoyi emas amal qilishimiz, o'sha muhabbatimiz ham. Avval u kishini tanishimiz kerak, kim ekanliklarini, keyin unga kishi muhabbat qilish bu burch ekan, aziz birodarlar. Shu bilan birga hayot davomida u zotning xulqlari bilan xulqlanish ekan. Xulqlaridan bilishimiz kerak. Qanaqa inson edilar? Hammadan yaxshi muhabbatlik, yuzlari ochiq, hammaga yaxshi muhabbat bilan gaplar gapirish, hammadan o'zlarini ustun tutmaslik, hammani o'zlariga nima deydi? Xulqlari bilan qaratish, odoblari bilan nima deydi? Asos bo'lishi kerak. U kishining hamma holatlari bizga dars bo'lishi kerak, birodarlar. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami aytgan ekanlarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan to'nar edim. U zotga tahorat suvlarini va ehtiyojlarini keltirib berardim. Bir gal u zot menga so'rang dedilar. Men jannatda siz bilan hamroh bo'lish so'rayman deb aytgan ekanman, aytdim dedilar. U zot bundan boshqa emas degan ekanlar. Aytdimlarki, men shuni so'rayman, xolos dedilar. Siz bilan jannatga birga bo'lish demak. Shunda u zot aytgan ekanlarki, unda ko'p sajda qilish bilan yordam bermagan degan ekanlar. Ya'ni namoz ko'p o'qiganlar. Sajda qilish bu eng Xudoni sevgan sevgan amallar, birodarlar. Yerga boshimizni qo'yamiz, Allohdan so'raymiz, ana shu eng ulug' ibodat shu ekan. Namoz o'qish maqsad bunda. Sajda namoz tayigan namoz turadi. Namoz o'qimasdan turib, amal qilmasdan turib, bu narsani so'rash bu yolg'onchilik, birodarlar. Mana musulmonman, bir xillar qalbda bor, lekin amalga bo'lish kerak-da. Qalbda bor, albatta iymon, musulmonlik, lekin amaldan bo'lish kerakmi? Amaldan bo'lmaydi, birodarlar.
shu muhabbat qalbda bo'lsin, amalda shu ibodat sajda bo'lsin birodar. Keyin Allohga yaqin bo'lar ekanmiz birodarlar. Uchinchi ibodatlarda bardavom bo'lish. Ibodat 5 vaqt namoz o'zi asli ibodat shu. Bir oy ro'za, agar boy bo'lsa zakot, haj. Birinchisi albatta kalimai la ilaha illallohu Muhammadur rasululloh aytishlik. Shu 5 kalimani, 5 narsani amal qilish 5 narsaga shu asli ibodat shu o'zi, asliga. Keyin zotiy ibodatlar bor, endi unga hamam qiyish, faqatgina mana shu Allohni aytgani qilsa bo'ldi birodar. 5 va namoz o'qisa shu kifoya. Hamma umumiy qilib aytganda, ro'za kifoya, tutsa bir oy bir yilda shu kifoya. Qolgan zotiy amallar ular bilan barobar turadi, u ish ro'zg'or ishlari. Agar qo'ldan kelsa, xo'p bo'lmasa qilmasa mayliga. Lekin 5 vaqt namoz o'z vaqtiga bo'lishi kerak, bardavom shunga bo'lishi kerak. Keyin agar biron zotiy amal ham o'ziga agar lozim tutib qolsa, biron zotiy namoz, ro'za unda ozgina olib bardavom borish kerak shunga. Ko'p olib charchab umrol bo'lmas kerak. Ozgina holga yarasha olsinda shu zotiy namoz, ro'zalarda, keyin shu doimiy ish bilan shug'ullanib boraversin. Talab qo'ymaslik kerak. Zotiy amalda olib. Chunki Alloh malum, lekin o'zi malum bo'lsa keyin Allohga aytadi, "Men shuni senga buyurganim yo'q-ku. O'zing ixtiyorlading, endi chida." Demak, ixtiyorlash nafl ibodatlarni holga qarab bo'lish kerak ekan. Hadar oshmaslik kerak ekan nafl ibodatlarga. To'rtinchisi, yetimlarga g'amxo'rlik qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda qo'shni bo'lishning yana bir fazilatli yo'li yetimlarga g'amxo'rlik qilish va ularni o'z qaramog'iga olishdir debdilar. Kim bir yetimning boshini faqat Alloh uchun silasa, qo'li tekkan har bir soch tolasi miqdoricha unga hasanotlar yoziladi. Kim o'z huzuridagi yetim qizga yoki yetim o'g'ilga yaxshilik qilsa, men va u jannatda mana shunday ishora qilib birga bo'ladilar. Ikkita barmonda ishora qilib, barmon ishoralarini. Shuning uchun ham bu ulug' baxt birodarlar, yetimlarni boshini silash, ularni qaramog'iga olib tarbiyalash bu ulug' bir baxt. Aytadilarki, har ki xandonat yatimi xastaro dedilar, boz yobat jannati darbastaro. Kim bir yetimni kuldirsa, xursand qilsa, uning joyi jannat bo'lar ekan birodarlar, u insonni. Bir kuldirish, bir xiyat xursand qilish o'ziga birodarlar. Bu va'da. Yo'q aytadilarki, chunnati ro kase biryon kunad dedilar, molik andar do'zax biryon kunad. Kim bir yetimni agar ranjitsa, yig'latsa, uni Alloh izni bilan moliki do'zax ko'tarar ekan do'zaxga birodarlar. Yetim shunchalik Alloh qadri baland bo'lar ekan. Aytdilar, chubini yatimi sarafganda pesh mazan bo'zi barri fan xijillar. Agar bir yetimni ko'rding, boshi ham turibdimi, o'pma borang dedilar. Borang o'pma uni oldiga. Uni otasi bor edi, onasi bor edi. Unga mehr yo'q, hozir ularning mehri yo'q. Shuning uchun ham ko'rib turibsanki, yetim oldiga turibdimi, bolangni o'pma dedilar yuzini, uni yetimni oldiga. Chunki u ko'ngil qolib ketadi. Yana bir Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishning natijasi payg'ambarimiz ko'p salovat yuborish ekan. Ko'p salovat aytish. Allohumma salli alayhi deyish, ko'p salovat aytishlik ham bu zotga ana shunday ulug' fazilatga ega bo'lar ekan inson. Aytgan ekan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamki, avlan nosibi yawmal qiyamati aksaruhum alayya salatan.
qiyomat kunida menga eng yaqin bo'ladigan kishilar menga eng ko'p durud yuboradiganlar bo'lgan degan ekanlar. Salovat yuborish naqadar ulug' bir ish ekan birodarlar kishiga. Va 7-si chiroyli xulq sohibi bo'lish ekan. Xulqimiz yaxshi bo'lishi kerak. Xalqulloh bilan yaxshi muomala bo'lish kerak. Aramizda. Xususan ahli oilamiz bilan, xotin, bola chaqa bilan yaxshi muomalaga bo'lish, yaxshi axloqqa bo'lish ham mana shu darajaga odam yetkirar ekan birodarlar. Aytadilar-ku, husni xulq deydilar tomon darajanda tosudan. Husni xulq, yaxshi xulq bilan kimiki agar yursa, u jannatga borar ekan, joy jannat bo'lar ekan. Bedilning, hozir bedilning nima gaplar birodarlar bu. Endi aytishimiz sababi shuki, ahli oilasi bilan yaxshi xulqda bo'lish degani bu juda katta, bu tagiga ko'p hikmatli narsalar bor. Oilalar agar tinchlik osoyishta bo'lsa, bir-biri bilan xotin o'sha oiladagi tarbiya topgan farzand ham yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. O'sha ota-onasi raftorini ko'rib, ular dars olaveradi. Ular har kuni, har soat ular bilan birga bo'ladi. Ulardan chiqqan amallardan ular yosh qiz, o'g'il bilan dars olaveradi. Bu tabiiy hol birodarlar. Bu tabiiy hol. Eng ulug' odam Alloh oldiga xulq yaxshi bo'lish deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ahli oilasi bilan yaxshi muomalaga bo'lish. Birinchi kirgandan salom berib uyga kirish, oilaga assalomu alaykum deb kirish, bu yaxshi xulqning boshlanishi shu. Uyga kiramiz, bola chaqamiz bor, farzandlarimiz bor, ayolimiz bor. Avvalo salom berib kirish, bu har birimiz vazifamiz. Yaxshi so'z, yaxshi gap. Ular hayron bo'ladi, nimaga bugun menga salom qilyapti bu odam deb. Keyin biladik, haq shu ekan. Shuni qilish kerak ekan. Dars oladi shundan birodarlar. Yoshlarimiz, bolalarimiz, qizlarimiz, o'g'illarimiz. Shundan keyin ketadi shag'i boshqa holatlar. Va oxirgisi qiz farzandlariga go'zal tarbiya berish. O'g'il bolalarga va xususan qiz bolalarga tarbiya berish ham mana shu darajaga olib borar ekan insonni. Kim 2 yoki 3 ta qizni yoxud opa singlini ular turmush qurib ketguncha yoki vafot etgunicha o'z qaramog'iga olib ta'minotini qilsa, men va u jannatda mana shunday bo'ladi deb, ya'ni ishora qilgan Rasululloh ikkita barmoqlarini mana shunday qilib ishora qilganlar, o'rta va ishora barmoqlarini. Bu ham va'da. Bitta qiz bo'lsa ham, 2 ta, 3 ta bo'lsa ham, singil afalari bo'lsa ham, shuna tarbiya qilishlariga agar yaxshi qarashsa, agar yaxshi turmushga berish shu va'da ungan bor ekan aziz birodarlar. Muhtaram jamoat, ikkinchi mavzumiz hozirgi kunda jamiyatda kishilarning bir-birini aldashi, lafzning yo'qolishi, firibgarlik qilish oddiy holga aylanib qoldi. Go'yo vaholanki islom dinida aldamchilik eng og'ir gunohlardan sanaladi. Aytgan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamki, "Man g'ashsha falaysa minni", kim bizni aldasa, u bizdan emas degan ekanlar. Aldamchilik hozir avj olib ketgan birodarlar, jamiyamizning ichida. Bugungi kunda eng ko'p uchrayotgan holatlardan biri odamlarning rahm shafqatini suiiste'mol qilish. Masalan, ko'pchiligimizga kelgan SMS-lardan birida Qamchiq davonida mashinam buzilib qoldi, pulim tugab qoldi. Iltimos kartaga ozgina pul tashlab yuboring, uyga borsam qaytaraman. Masalan, bittasi misol shunday endi. Yo'li qolib ketibman, pulim qolmadi. Kartaga pul tayinlang, borib beraman deb bir bechora yarhami kelib, "Mana senga pul deb berib yuboradi, keyin shu payt telefonim o'chib qoladi, yo'qolib karta kerak, kartaning raqami yo'q." Ana shunday odamlar juda ko'p bo'l birodarlar. O'zimizga ham uchragan shunaqa narsa. Keldi bir yomg'ir kuni birov keldi. Davron dedi, "Shu qolib ketdi yo'lda mashinam" dedi, "Postga" dedi. "Ozgina pul kerak, shuni chiqarib kelay." Chiqarib kelsam,
u yerdan borib olib beraman pulingiz dedi. Xo'p deb mana bu pul berib yubordik, qo'liga aytgan berib yubordik. Shu bilan hozirgacha yo'q. 25 yil bo'ldi endi. Mana shunday birodarlar. Bugun voqeada bu. Mana holam shu narsa davom etyapti. Yo'inki soxta xayriya jamg'armalari tuzib, kasal bolalarning rasmini qo'yib, pul yig'ishadi. Bu nafaqat jinoyat, balki eng past kasbdir. Gadoda bu gadolik. Harom o'sha odam kunlarsa. Bir yosh qiziq bolani shunday qo'yadi, kasal yotibdi, voh qilib, tagiga kartani raqam qo'yib, mana shu odam shunaqa, ahvolimiz og'ir deb, necha kishi unga pul o'tarib yuboradi. Mana shu bechora kasal ekan tuzalsin deb, dahm qilib. Lekin tagiga firib aldamchilik bor birodarlar. Shu qanday bor hozir shiro bo'linglar birodarlar. Haqiqiy kasal bo'lsa mayli, Alloh shifolarini bersin. Haqiqiy yo'l qolgan bo'lsa yo'lga, lekin yolg'onda aldamchilik. Hozir yana bir narsa chiqqan. Telefon qiladi, telefoningizga ruscha gapiradi. Ruschani biling bo'ldi, tamom. Sizda keyin olib kelaveradi. Falon narsa telefoningizga tashlab berishim kerak. Siz necha yildan beri shu telefonga ishtiyoq nomeriga turibsiz. Sizga bir mukofotimiz bor. Qayerdan olasiz deb hammani yozib oladi-da, pasportingiz nimalarini dan yozib oladi. Keyin u pul olar ekan borib bankdan nomingizga. Shunaqalar ham bo'ldi. Yaxshi ham birov aytdi, u bekor dedi, u yolg'onchi dedi, u keyin aloq deb bir ikki so'kkandan keyin qo'yib turibgan ekan. Boshqa qo'ng'iroq qilmadi boshqa. Yaqinda bo'lgan voqea. Shunday shu bo'lish kerak. Tushganlar ham bor mana shunga. 50 million, 60 million, 100 million oladi ekan nomingizga. Bankdan kiroladi, keyin shu bilan ishlayveradi u. Keyin shu yo'q, shu paytda bir pazdan keyin yo'q shu. Nomini eshitma yo'q. Shuni ham shu bo'ldi birodarlar. Bundan ham narsaga ham shu bo'lish kerak. Uchinchi, azlar salgina ozroq o'tirishimiz kerakmi? Tashqaridagilar ozgina sovuq qolibdilar. Har nimada oldinda shar kirib oladilar. Bir u yoqqa qaranglar, yaxshilab bir o'tirib olinglar. Bir daqiqa vaqt beramiz, men bir yaxshi o'tirib olinglar. U yoqqa qarab, tashqaridagilar kirib olsinlar, yaxshi bo'ladi. Oldinroq ham bemalol tashqari sovuqroqda odamlar, yoshlar, kattalar bor, bemorlarimiz bor. Yana bir hamadan. Eshiklar ham ochiq turaversin, mayli, ochiq yo'qmi, eshik turaversin, ochiq. Bir masala o'qib beramiz. Risolasidan 16-masala ekan. Namozxon Fotiha surasini ta'xir qilib, suradan keyin o'qisa, sajda qiladi debdilar. Qanday? Ya'ni avval Fotihani o'qimay turib, unutgan holda sura o'qisa yoki suraning bir qismini o'qisa. Undan keyin bu surada yodiga tushgandan keyin Fotihani o'qiydi, yana qaytib zammi sura qiladi va oxirgi sajda sabini namoz bo'lar ekan. Inson biz xatodan xoli emasmiz. Birinchi Fotihani o'qimasdan turib sura o'qib qo'ysa agar, avval qaytib Fotihani o'qiymiz, alhamdulillah o'qiymiz, keyin zammi sura qilamiz, keyin namoz oxiri sajda qilamiz. Shuni namoz bo'lar ekan birodarlar. Shunday. Bundan ham bilish mumkin. Hozir keyin aytayotganim sababi hamma ko'proq odam bo'lishi uchun ham keyin aytishim sababi shu, oxirgi aytishim masalani. Va oxirgi suhbatimiz shuki, hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamki, musulmon kishining qo'lidan va tilidan boshqalar ozor topmasligi,
Al-muslimu man salimul muslimun min lisani va yadihi debdilar. Musulmon kishi tili va qo'lidan boshqa musulmonlarga zarar yetmaydigan kishidir debdilar. Musulmon shu odam bo'ladi. Tilidan, qo'lidan birov ozor topmaydi. Ozor topish, ozor berish. Bilasizmi, uni Xudo ko'p aytgan, Xudo kechirmaydi u narsani. Uni Alloh agar kechirmasa, banda kechirmas, Alloh uni kechirmas ekan. Avval borib o'sha bandan uzr, kechirim so'rash kerak. O'sha zulm qilgan odam til bilan bo'lsin, qo'l bilan bo'lsin, nima bilan bo'lsin, pul bilan bo'lsin, o'shani uzr so'rasin, keyin Alloh uni kechirar ekan. Bo'lmasa yo'q, birodarlar. Shuning uchun ham bir-birimiz bilan yaxshi muomalaga bo'laylik. Aytib o'tganimizdek, xulqimiz yaxshi bo'lsa, yaxshi muomala bo'ladi. Bu odam kim, men qanonchaman, men kimman deb o'zimizni katta tutmasdan, o'zimizni hammadan qalbimizga past tutishimiz kerak. Ko'p aytilgan so'z bu, lekin baribir bor yo'q emas. Xalqimizga o'zini katta tutib, men falonchaman, sen kimsan degan gaplar, lekin kimni Alloh biladi kimligini odam o'zi bilmaydi. Alloh biladi kimni Alloh biladi kimligini, uni qanaqa martabasini Alloh biladi. Bir oddiy bir jandapo'sh insonlar ulug' turadilar. Ba'zi bir fasonlardan ko'ra bizga o'xshab. Birodarlar, hushyor bo'laylik, o'zimiz katta tutmaylik. 2 kunlik dunyoda o'sha banda bizdan agarchi dunyoda bir Payg'ambar oldilari kelib aytdiki, ikkita odamni zikr qildi. Birovi aytdiki, "Ya Rasululloh, bir odam bor, hech kim gapini olmaydi. Hammadan shu arxga qolib, past bo'lib yuradi, hech kimga sandigam yo'q u, hech kim o'yiga ham aytmaydi. Ikkinchisi dedi, hamma uni gapini oladi dedi, hammadan u ulug' deb bilamiz dedi." Aytgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamki, o'sha katta zo'r deganingdan dunyo to'lib ketsin dedilar. O'sha bitta jandapo'sh ulug' shundan deydi, Alloh oldiga dedilar. Bitta jandapo'sh dunyodagi barcha o'sha kibrlik insonlarni ulug' turar ekan. Allohning huzuriga. Bilamiz lekin uni qanaqa inson ekanligini. Shuning uchun ham bu kambag'al, bu kim deb uni past nazar bilan qaramas kerak ekan, birodarlar. Muhtaram jamoat, xulosa bugungi mavzuimiz shundan iborat edi. Endi albatta Xudoning uyi bu. Xudoning uyiga ulug'lar ham ko'p keladilar, buni hamma bilasizlar. Duo talab qiladiganlar bor bu ulug'lardan.